Bugün Çislağa vatandaş 2024 yıl 11. ayının 6. günü hepteki çarşamba. Endilikte sizlerge men muhakeme karakterde. Hem sizlerinin aldığınılağı taşlayman, hem üzemden fikrini oturup koyman. Düşengenim boyunca düşenmegenini sizlerge düşenmedim de peytimen. Sizler ma vakalarga, yüz bergen siyasi hadise vakalarga sizler bir dikkat kılana vatandaşım. Mesela alaylı ben sizlerge sözlep geldim. 9. ayının 26. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining Birleşken Devletler Teşkilatı Turishliq Taylor Hanım, vekili Taylor Hanım, ceza lagerini taqash, türmedeki ve ceza lagerideki Uygurlarni koyup berishni bayonot qildi vatandaşım. Arqadildi biz tekrarlab keldik. Bir hafta o'tmayli Avrupa İttifaqı parlamenti ham bayonot e'lon qilib, ceza lagerlarini taqash, Tibet ve Uyguristan'da kol gelingan, nezarband gelingan Uygurlarını ve Tibetlerini koyup etiş doğrusu da bayanat ilan kıldı vatandaşım. Şikayetime andan 10. ayının 22. günü, yani şu Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komiteti de Avustralya'nın Birleşken Devletler Teşkilatı Turishliq Vekili Lawrence'ın 15 devletke vakaleten bayanat ilan kılıp ceza lagerlerini taqash ve nahlaştırış, nah meydan kılış. Yani chet elden Birleşken Devletler Teşkilatı erbaplarının münasebetlik, mutaxassislarning münasebetlik, mesela Uyguristan'da kişilik hukuku münasebetlik emeldarlarının ve muhbirlarının yoki ixtiyoriy mustaqil tadqiqotchilarning Uyguristan'a kirişi ruhsat qilish, naqlashtirish, türmeden qo'yib berishni, jazo lagerdan qo'yib berishni naqlashtirish. Qisqasi jazo lagerda taqashni bayonot qildi 15 davlatga vakolatda vatandaşlar. Kendiniz sizga so'zlab boldik, bugun yana so'zlash zaruriyati tug'ildi. Shundaq deb biling vatandaşım. 10. ayının 22. günü bu ketdimi? 10. ayının 24. günü qayta işlengen 5. iyul Ürümçi ranglik inqilobi yoki Ürümçi şiddetlik namoyishi to'g'risidagi zulmat qoplagan shahar. Çünkü hükümeti bunu qayta ishlab chiqdi. Bu shu vaqt voqeaga çünkü hükümeti qayta baho berdi. Hem bunu qayta tertipledi. Ekranga elip çıktı. Cungo'nun Xalqaro televiziya kanalıga koyup verdi. İngilizce koyup verdi. O kaçan? 10. ayının 24. günüdün başlap vatandaş. 11. ayının 2. günü Xi Jinping'in Uygur kahramanı İstiklal TV'de verildi. Mavzu nimike yazıp alanmadım. Bu kişi aynı çağda 2. ayının 5. günü de 1997 yılı Olcu şehrinde halk ve yaşlı namoyish kötürülgende namoyish çıkış ve kötürülüşün teşkilleş jarayonu da mesela Turpay yüzü yani qaysi bir yeza, bir kentte bu kişi Dadıcan mı, Şavdıcan bulup turduğun kişi ki ismini tutanmaya kaldım hazır. Ben bu kişini Reis Xi Jinping'in kahramanı da patadım. Uygur tilida so'zlaydigan kişi. Hem Reis Xi Jinping bu kişiye medal takdim kılgan görünüş varken hazır moşini film kılıp işlep mesela şu vakitte namoyishchilarni çekip bergen, namoyishchilarni tutup bergen, hatta Kepek yüzü, Turpay yüzü bu arlıktaki Uygurlarning şehirge kirip namoyishchilarni qo'llash yolunu toskan bir Uygur kişi, yoki Uygur tilida so'zlaydigan kişi ekan. Muşu film 11. ayının 2. günü Beijing'de ekranga çıktı. Yani Beijing'de memleketlik televizyon isteniz tarafından koyup verildi demek bu. Undaqda Şinjan'da yani müstemlike Uyguristan'da barlık yerlik televizyon istenilleri
ulap anıltıdı degen gep vatandaş. Bu 11. ayının 2. günü. 11. ayının 4. günü. Mesela alaylı Kayseri'de Mustafa Cengil Efendi'nin Uygurlar doğrusudur ve Uygurların Türkiye'de Kayseri'de kalgan tarihi izleri. Uygurların Türkiye'de Kayseri'de kaldırgan medeniyet yadigarlıkları ve şimdiki Uygurların hakimiyet işleri arlaşkanlığı ve Eretna devletini kurganlığı, bəgilikini kurganlığı doğrusudur ki bu haber tuyuksuz da biz məni tuyuksuz deyimiz bunu. Mesela burun sözlengen bolsun, sözlenmegen bolsun. O katı muşundak vaziyette tuyuksuzdu ikranı çıktı degen gep. Meyli sözlengen bilişlik tarih olsun, o takımı yok ki. Tarih olsun bunu Mustafa Cengil Efendi'nin ikranı elip çıkışı, anda bunun bir kısmetçilik yaki bir gayri ahval. Şundak dep tahlil kılıp duraylı vatandaşım. Şundaqma Kayseri'de Uygurlarının medeniyet ve tarihi, yadigarlıkları ve kısmı Uygur'un tarihi doğrusu toxtaldı. Mustafa Cengil elip çıktı. Şoş 11. ayının 6. günü endi siz bunun dikkat kılıyorsunuz vatandaşım. 11. ayının 6. günü bugünletin hazır Cungo televizyon stansı ve kino film tarqıtış ve jetlik filmlerini tarqıtış stansıları aslında umumizde koyup berilayotgan, anlatılayotgan bir kino film. G'arbiy Şimal da o'tgan kunlar. Bu yerdagi G'arbiy Şimal Tibetni, Çinxayni, Uyg'uriston'ni o'z ichiga oladigan Xitoy tilidagi G'arbiy Şimal Xitoy siyosidagi ma'muriy rayonlar. Endi buning da G'arbiy Şimalda o'tgan kunlar degan gap nima, buning tarixiy voqealari qanday edi vatandoshim? 1949 yılı 1. ayının 31. günü Cungo'da, Beijing'de, Şibeypo'da Mao Zedong bilen Rusya'nın diplomati Mikoyan görüşkenden keyin şu yılın 1. aydan başlap Xitoyning Qizil armiyasini Rusya'nın harbiy transport koşulları, mesela hava armiyasının transport aeroplanları, mesela quruqliq armiyasının harbiy mashinalari Xitoyning askerini qaçalab Uyg'uristonga yoki mustamlika qilingan Uyg'uristonga Xitoyning atalmış ozodlik armiyasini to'shib kirdi. Bu vaqtda Xitoyning bu armiyasının generali yoki o Avropacha tilida aytganda Xitoyning Robinson Kruzovi Wang Jin kirgandan keyin Uyg'uristonda dahshatli bostirish siyosatini yo'l qo'ydi. Hatta Qashqar To'qqizoqda pomishchik deb tarkib ayirib bir insonni kurashga tortganda Xitoyning atalmış ozodlik armiyasining askari kurashga tortilayotgan Uyg'urga miltiqning sidog'i Xitoycha miltiqning nayisini elib berib qo'shiqiga sanchigan ish bor vatandosh. Pomishchik Uyg'ur deb ashu Uyg'urning marhumning qo'shiqiga Xitoyning Wang Jinning askarlari miltiqning uchidagi nayzini opirib sanchib naq maydonda o'ltirgan gap. Wang Jin mana shundaq dahshatli holda bostirdi vatandosh. Endilikte neymiş oldu? Wang Jin bastırışını bastırıp bulup merkezge nemi dedi bu tarafı siz bilen bizge karangı. Bırak del şu vakitte Cungo'nun rehberi reisi Mao Zedong Xi Jinping degen adamni G'arbiy Şimalga öttü. Asaslığı Wang Jin'nin Uyg'uristonda elip bağlan bastırışlarını to'xtatish ve yaki bastırış jarayonida kengaytib etish ve yaki haddidan oshirib etish degandek gapları bilan tanqidlagan qiyofatda bir sulhichilik. Bu sulhichilik nima? Masalan Uyg'urlarning bastırıldı vatandaş. Endilikte yana eş qalgan Uyg'urlar, yaşaş mümkün bolgan Uyg'urlar bilan birlikte Mao Zedong Merkezi Komiteti bilen bolgan o'tturdagi munosabatni yaxshilash ve sulhichilik qilish sifatida
Xi Jinping degan bu kishi G'arbiy Shimolga kelib, G'arbiy Shimolda o'ltirib, bu ziddiyatlarni betaraf qilgan vaqtda shundoq bir gapni o'ttirg'i chiqadi. Bu yerda Wang Jinning va yoki boshqa solchilarning Uyg'urlarni bostirishi bu faqat yerlik hukumatning ishi. Yerlikka avatilgan generallarning ishi. Bu hergiz Beijingning ishi emas, hergiz Mao Zedong rahbarligidagi partiya komitetining ishi emas. Komitetning, partiyaning, Mao Zedongning siyosati odil, siyosati noiti to'g'ri. Mushuni tashviq qilib Xi Jinping eliq bostirish davrida zarba yegan Uyg'urlar va Xitoy degan bu millatni tunib yetgan Uyg'urlar, kommunist degan bu partiyani bilib yetgan Uyg'urlar bilan o'tirdi salasu sulhi qilish uchun avatilgan qodir Xi Jinping dal bugungi Xi Jinpingning dadasi edi. Bugungi Xi Jinpingning dadasi edi. Şuna bir yerda mening sizga demoqchi bo'lganim, tushunmadim boshdagi voqealar qatori keldi. Bu yerda zaten nima ish bo'layotdi? Chet elda Uyg'urlar to'g'risi bo'layotgan ishlar, masalan, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ishlari siz bilan bizga ayon. Voqeaning yoki siyosiy faoliyatlarning muqarrar natijasi. Endi Xitoyning ichki qismidagi bu ishlar, masalan, Xi Jinpingning qahramoni zulmat qoplagan shahar G'arbiy Shimolda o'tgan kunlar. Bu filmlarning ishlanishining sababi nima? Ekranga elib chiqishning sababi nima? Men tunugun dedim, siyosiy muhit nima? Bugungi siyosiy muhit nima? Men shu tariqada hozir shundoq ko'tarib chiqib, bu kunlarni tizimlab chiqib, sizning oldingizga topshirdim vatandosh. Nima? Xitoy Kompartiyasi bu yerda nima o'ylayotdi? Nima qilmoqchi Xitoy Kompartiyasi? Hozir har qanday obyektni tahlil qilganda vatandosh uning o'ng tafakkur yo'li bilan kirish kerak. Bir, mohiyat, hodisa va shaklni shundoq tahlil qilish kerak. İkincisi, her qanday obyektni mohiyatini tadqiq qilganda, tahlil qilganda ta'tir tafakkur yo'li bilan kirish kerak. Masalan, bir voqeaning ijobiy tarafi bu bo'lgan bo'lsa, bu voqeaning salbiy tarafi nima? Yoki bu voqea, hodisa bugun ijobiy ta'sir paydo qilgan bo'lsa, uning paydo qiladigan salbiy ta'siri nima? Ikki xil tafakkur yo'li bilan shaylarga, moddalarga, moddiy o'zgarishga, mohiyatlik o'zgarishga va shakliy o'zgarishlar ikki xil tafakkur yo'li bilan muomala qilishimiz lozim. Bo'libmi Uyg'urlar biz shunday qilishimiz lozim. Shu masalalar ekranga chiqdi endi. Zodi nima? Nima ish vatandosh? Bu yerda yana siz biz gumonlanadigan bir nuqta. Bu yil 7-oyning 2-kunida Xi Jinping Qozog'istonda Ostonada ziyoratda bo'lganda 25 yildan beri to'xtab qolgan bir qurilish, masalan, Qirg'iziston, Jungo, O'zbekiston temir yo'li. Uni ishga kirishtirishga va mablag' solishga va'da berdi vatandosh. Tunugunlardan bugunlardan hozir Jungoning Afg'oniston turishliq bosh elchisi Afg'oniston hukumat doiralari so'zlashib, mol, bisot, savdo, tijorat va kan ichish, kan yepish degandek masalalar bo'yicha so'zlashdi vatandosh. Arliqda Li Chang, Jungoning vaziri, Pokistonga berib, Gwadar portining qurilishi va uningdek bir nimalarga, mushu to'g'ridagi bir xil murosimlarga qatnashdi do'stlar. Vatandoshlar. Ana mushularni o'ylab kelsangiz, siz bilan biz chunqur o'ylasak, agar Xitoy Kompartiyasi Uyg'uristonga davomli hukmronlik qilishga ko'zi yetmaydigan bo'lsa, yuqori harakatlarni elib bormagan bo'ladi deymiz. Masalan, O'rta Osiyodagi, Shanxay birligidagi, Afg'oniston Pokiston munosabatlaridagi bu ishlarni elib bormagan bo'ladi. Chunki Xinjiang qo'ldan chiqib ketadi, Uyg'uriston qo'ldan chiqib ketadi degan bo'ladi. Yani shundoq tahlil qilib, davomini davomlashtiradigan ishlar bor edi. Bunga to'xtab turaylik vatandoshim. Shunga bugun shu o'ttirg'i chiqayotgan voqea hodisalarning Uyg'urlarning kelgusi ko'rsatadigan ijobiy ta'siri nima?
ve Uygurlarning kelgusi ko'rsatadigan salbiy ta'siri nima? Yuqorqi buning ichida eng nuqtali qoldi siz biz diqqat qiladigan biri zulmat qoplagan shahar video film, ikkinchisi Xi Jinpingning qahramoni. Xi Jinping bo'yniga medal asgan 10 yüzü, qo'lda turpa yüzüning qahramoni. Bu ikkinchi film. Üçüncüsü, g'arbiy yurtda o'tgan kunlar. Bu Xi Jinpingning dadisining faoliyatidir. Ya'ni bunun ma'nosi Uyg'uristonni mustamlika qilish, Uyg'uristonga Jungo ozodlik armiyasini elib kelish, harbiy kontrollik ostiga elish va Uyg'uristonda ko'chmanlar, Xitoy ko'chmanlari siyosiy hokimiyatining hukmronlik o'rnini tiklash. Bu tunji qatimli Uyg'uristonni mustamlika qilish. Tanıdınızmı? Wang Jinning Xinjiang'a kirişi, Uyg'uristonga kirişi 49-yılı bu Uyg'uriston'ni mustamlika qilish. Bugün bu tarixni Jungo'nun reis Xi Jinping'ning dadisi Xi Jinping bilan şu nom bilan, şu ism bilan, şu to'g'rida ishlangan bir film bilan ko'tarib chiqishdan zaruriyatini, salbiy tarafi nima, ijobiy tarafi nima? Xi Jinping'ning dadisi Xi Jinping madaniyat inqilobi jarayonida aksil inqilobchi yoki partiya ichida kapitalizm yo'liga mangan huquqlar degan nom bilan qo'lga ilinib, Mao Zedongning turmusida 16 yil yotgan odam. Onun şu vaqtdagi jinoyati, bu odamga berilgan jinoyat nima desiniz, vatandosh? Liujdan. Jungo tarixida aşka partiya amaldorlari va harbiy odamlarning ichida Jungoning yana bir harbiy amaldor bo'lgan o kishining ismi Liujdan. Liujdan urush maydonida bu qaysi bir yerda xizmat ketayotganda armiya ichidan keldimi qayerdan bir pay o'q bilan etib o'ldirilgan odam. Şu Liujdan to'g'risida Xitoyning yozuvchilari bir roman yozgan. Belki bu roman yazganda bu hikayeni sözlep bergen kişi Xi Jinping. Reis Xi Jinping'nin dadısı Xi Jinping. Şu romanın ilan kılınışı, yazılışı tüpeyle sen muşunu orlaştırdın dep oldurup Merkezi Komitet buyruk olan Reis Xi Jinping'nin dadısı Xi Jinping'ne kol kaldı. 16 yıl türümü geçti. 16 yıl türümü diyor. Onda da Liujdan degen adamı, harbiy adamını götürüp çıkış. Merkezde qaysi bir adamga munosabatlik bo'lib qoldimi? Uning o'limi merkezde qaysi bir odamga munosabatlik bo'lib qolgandimi? Bak qisqacha tarix. Xi Jinping kim o deganga bergan javobimiz lekin siz diqqat qiladigan nuqta Xi Jinping va Wang Jin Jungo ozodlik armiyasining generali deganlar Uyg'uristonni ayni chog'da mustamlika qilgan Xitoyning harbiy amaldorlaridir. Bugün bu to'g'rida film ishlab, video film yoki video kartu kino ishlab ekranga elib chiqib, mushu kunda, mushu siyosat davrida, xalqaro siyosat davrida qo'yib berishning ma'nosi nima? Men mushunda men o'zim tushunolmadim. Sizga topshirdim, siz qanday tushunasiz dedim vatandosh. O'ylab ko'ring.